Assalomu kanal kuzatuvchilari, bugungi videomiz siz yangi iPhone sotib olganingizda unga iCloud ochish kerak. Buni bozorda kamida do'konchilar 20 ming yoki 30 ming atrofida ochib beradi. Biz bugun siz bilan 5 minutda tekinga iCloud ochishni o'rganamiz. Buning uchun biz nastroykadan account Apple'ga kirib olamiz va kirib olgandan so'ng mana birinchida turgan Net account Apple'ni bosamiz. Bosgandan so'ng o'zingiz yoshingizni kiritasiz. Masalan, men 18 ga kiritaman. Hop, va kutamiz. Kutganimizdan so'ng ism va familiya kiradi deyapti. Shu yerga ism va familiya va data rождения tug'ilgan kuningizni qo'shasiz. Masalan, men shuni bosdim. Bosganimdan so'ng hop, yana kutamiz. Kutganimizdan so'ng mana bizdan so'rayapti, email adresi yo'q. Bizda email adresi emas. iCloud orqali kiramiz deymiz. Получить email va yozamiz. Masalan, Nuriddin Ne'matov 2007 iCloud.com. Hop, shuni tanladik. Net. Bizda email yo'q, shuning uchun o'tkazib yuboramiz. So'zlab email. Va parolni kirit deyapti. Smart chiziqcha 2023 va pastga yana Smart chiziqcha 2023 bosamiz. Va kutamiz. Nomer qo'sh deyapti o'zinga. 95 230 0011. SMS va bizga hozir SMS keladi. Mana bizdan SMS ham keldi. 604 972. Mana bizning iCloud'imiz ham ochildi. Принять bosamiz va mana iCloud'imiz tayyor.